Qarshida bitta uy yurish kelayotgan bo'lsa, aynan ushbu Elevency brendidan vitrovkamizni olishingizni tavsiya qilaman. Chunki bir pachkadan keyin aynan o'yin. Qaranglar, old tomoni yaqinroq kelinglar. Old tomoni shu yoshligimizda bilasizlar, o'sha narsa trend bo'lgan, mana shunaqa materialda. Bu hech qachon trenddan qolmaydi, albatta qolmagan ham. Ko'rsalar bo'ladi, juda ham chiroyli. Albatta ichki qismdan o'zim kiyib yuribman, materiallarni ko'ringlar. Qalingina, ichki tomonlari ham shunaqa. Bular plashovka emas, ishlari materialga qilingan. Bu issiqqina saqlaydi ishlarni. Elevency brendidan olmaslik bo'lmi informatsiyasini beray, narxini esa oxirida aytaman. Buni cho'misidan rangan bo'laman. Buni ko'ringlar. Cho'misiz ham juda ham bagati. Aytganimdek, faqatgina bir parchadan kelgan, qarshida bitta yurasiz. Narxi esa keladi deb narxini aytaman. 999.900, razmeri M3 gacha bo'ladi. Mana bu tomonlari qolib turadi. Manjitlari qalin qilib ishlangan, albatta ustida qolib turadi. Bitta topamiz. Qaranglar. Ular kelib, bemalol bilan olib ketsanglar bo'ladi. Razmerlari aytgandek, endi 3 gacha sana aliment tarmoqlarni qolamiz. Kelinglar.